Assalomu alaykum do'stlar. Hozirgi kunda IT sohasi dunyodagi eng tez rivojlanayotgan sohalardan biri hisoblanadi. Agar siz ham dasturlashni o'rganmoqchi bo'lsangiz yoki IT sohasiga qiziqsangiz, unda siz to'g'ri kanaldasiz. Avvalambor tanishib bo'lsak, mening ismim Muhiddin. Men dasturlash va texnologiyalar sohasiga qiziqaman va bu sohada 2 yildan ortiq vaqt davomida o'rganib kelmoqdaman. Hozirda Guliston davlat pedagogika talabasi sifatida tahsil olaman. Ushbu kanalda sizlar bilan IT va dasturlash bo'yicha foydali bilimlar, darslar va tajribalarimni ulashib boraman. Bu kanalda siz quyidagi mavzularni o'rganishingiz mumkin: web dasturlash, HTML, CSS, JavaScript, dasturlashni oson o'rganish usullari, IT bo'yicha foydali maslahatlar, turli xil dasturlar va texnologiyalar, boshlovchilar uchun tushunarli darslar. Bu kanalning asosiy maqsadi IT bilimlarini oddiy va tushunarli tarzda yetkazish. Agar siz IT sohasini o'rganishni istasangiz, bu kanal sizga yordam beradi. Agar sizga bunday kontent qiziq bo'lsa, kanalga obuna bo'ling va videoga layk bosishni unutmang. Oldinda sizlar uchun juda ko'p foydali darslar bo'ladi.